Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, eksklyuziv suhbat ko'rsatuvining navbatdagi soni orqali sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Ko'rsatuvimizning ushbu soni siz uchun qiziqarli, nafaqat qiziqarli, balki foydali bo'lishidan umidimiz katta. Boisi ko'rsatuvimizning ushbu sonida O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari Boburbek Shahanov mehmon bo'ladilar. Ular bilan ilmiy innovatsiyalar va yoshlarni qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish yo'lida bugungi kunda olib borilayotgan ishlar haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Avvalambor taklifimizni rad etmasdan studiyamizga tashrifingiz uchun tashakkur. Rahmat, minnatdorman. Va ko'rsatuvimiz avvalida siz bilan kameralar o'chiq paytda suhbatlashganimizda bugungi kunda hozir PhD yo'qlaganingizni ta'kidlab o'tdingiz, ya'ni hozir yo'qlayotganingizni. Shu haqida ko'rsatuvimiz avvalida biroz ma'lumot bera olasizmi? Ya'ni qaysi mavzularda PhD yo'qlayapsiz? Savolingiz uchun tashakkur. Bugungi kunda men o'zi asli filologiya mutaxassisligi bo'yicha ilmiy ish yo'qlab turibman. O'zbek adabiyoti mutaxassisligidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun bugungi kunda Nazariy Shonqulning roman va hikoyalarda badiiy mahorat masalasi mavzusida ishlarimizni yo'qlab turibmiz. Bobur aka, ilmiy ishlar va innovatsiyalar sohasida bugungi kunda akademiyada faoliyatingiz qanday ketmoqda? Savolingiz uchun tashakkur. Bugungi kunda muhtaram yurtboshimizning ilgari surgan o'sha qaror farmonlari hamda tegishli qaror farmonlar asosida filialda ilmiy ishlar va innovatsiyalar sohasini tizimli yo'lga qo'yish, rivojlantirish, filialning ilmiy salohiyatini oshirish, o'qituvchilarni ilmiy jihatdan tajribalarni orttirish, ilmiy ish qilishga ko'maklashish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, filialda bu mana shu 2025-yil yakuniga qadar bir nafar professor o'qituvchining o'sha dissertatsiya ish himoyasi rejalashtirilgan hamda filial ilmiy salohiyatini yuksaklikka ko'tarish rejalashtirilgan. Bundan tashqari o'sha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaror farmonlari asosida professor o'qituvchilarimizga dotsent hamda professor ilmiy unvonlarini olib berish ham rejalashtirilgan. Ma'lumot o'rnida shuni ham ta'kidlab o'tmoqchiman. Ustozimiz, ya'ni Boburbek Shahanov Surxondaryo viloyatidan hozirda Xorazmda o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar va bugungi kunda faoliyatlari doirasida PhD unvonini yo'qlayapsiz. Ya'ni doktorlik dissertatsiyasini yo'qlayapsiz. Shular haqida ham biroz to'xtalib o'tsangiz. Bugungi kunda o'zbek adabiyotshunosligi, ya'ni o'zbek adabiyoti mutaxassisligi bo'yicha filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun Nazariy Shonqulning roman va hikoyalarida badiiy mahorat masalalari mavzusida ilmiy ishimni yo'qlayapman. Xudo xolasa bu ilmiy ishimizni yo'qlashimizdan maqsad o'sha o'zbek adabiyotida o'zining yangicha bir ruh bilan kirgan, o'zining yorqin izini qoldirayotgan, nafaqat o'zbek adabiyotida, balki jahon adabiyotining o'sha yutuq, nodir yozuvchilarining bir izdoshi sifatida nom qoldirayotgan Nazariy Shonqulning mana shu yaratayotgan asarlaridagi badiiy mahorat masalasini ochib berish, o'quvchilarga o'sha badiiy adabiyotning nafaqat inson ma'naviyatiga, balki madaniyatiga, insonning o'sha fikrlash doirasiga ham naqadar ta'sir qilishi haqida o'sha izlanishlarni olib bormoqdamiz. Mavzumiz haqida gapiradigan bo'lsak, Nazariy Shonqul bilamizki, o'sha modernistik yozuvchi hisoblanadi. Uning asarlarida ham ko'proq modernistik ruhdagi asarlar tashkil etadi. Yosh kitobxon asarni qo'liga olgan vaqtida uni o'qiy olmasligi mumkin. Ya'ni so'zlari og'ir, jumlalari juda uzun, lekin unga o'sha kitobga bir ishtiyoq bilan o'qildimi, inson u kitobni qo'lidan qo'ya olmaydi. Mana o'zimiz ham o'sha butun omma ham ko'rgan, o'qigan mana Nazariy Shonqulning Maymun yetaklagan odam yoki Taqiq mevasi romani yoki Gurughli yoqut hayot suvi romanlari mavjud. Xabarimiz bor hammamizda ham. Mana shu yerda ham bir oddiygina mana shu Gurughli yoqut hayot suvi romanini oladigan bo'lsak, bu Gurughli bilamizki, Gurughli haqida doston ham bor. Mana shu nomini eshitgandan hammani qulog'iga bir yoqimli his olib keladi. Lekin bu asarni o'qiganimizda bugungi kundagi jamiyatdagi o'z o'rnini topa olmagan
tirik, ammo jamiyat uchun mavhum bo'lgan insonlarning taqdiri yoritilib berilgan. Bu Nazariy Shonqul bu asarini o'sha Frans Kafkaning Jarayon romaniga qiyoslab o'rganamiz misol tariqasida. Xuddi Jarayonda ham ma'lum ma'noda mana shu asarning poydevori desak mubolag'a bo'lmaydi. Bitta savolim bor edi, o'zingizni qarashlaringizdan kelib chiqib, sizningcha ushbu asarda nima uchun insonlarning ismi to'liq berilmagan? Bilamizki, yozuvchining ko'plab asarlarida yozuvchi ism qo'llamaydi. Uni o'zini ham o'sha suhbatlarida aytilganda ma'lum bir shaxsga emas, umumiy jamiyatga qaratilgan asar qahramoni. Biz u yerda masalan asarda kimnidir ismini qo'yadigan bo'lsak, xuddi bir shaxsga qaratilgandek bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin u yerda masalan yozuvchi n, d, t harflaridan foydalanadi bosh qahramon sifatida. Lekin u yerda umumiy jamiyatdagi bo'layotgan narsalarni ochib berish uchun mana shunaqa qilib mavhum sifatida qaratib beriladi. Ushbu doktorlik dissertatsiyasini yo'qlashda nima uchun, nimaga asoslanib aynan ushbu adibni tanlagansiz? Bu mavzuni tanlashimga sabab men o'sha magistratura mutaxassisligi bo'yicha ham o'qiganimda mana shu Nazariy Shonqulning bitta romani misolida o'sha magistratura dissertatsiyani yo'qlaganman. O'sha vaqtda bu yozuvchining asarlariga, yozuvchi yaratayotgan o'sha roman hikoyalarga juda ham qiziqishimiz ortgan. Birinchi o'rinda men ham mana 17-18-yillarda o'sha yozuvchining asarlari juda ham og'irlik qilgan yoki umuman bir o'qigan vaqtingizda bir insonni kitobxonni o'ziga torta olmagan. Lekin o'sha ustozlarimizni bir tushuntirishi, ustozlarimizning ko'magi bilan mana shu yozuvchining asarlarining ichiga kirib, buni hayotimizga, o'zimizni hayotimizga tatbiq qilganimizda ham juda ham bir insonda bir boshqacha ruh, boshqacha bir dunyoga qarash paydo bo'ladi-da. Meni mana shu taraflari qiziqtirgan. Ushbu dissertatsiya ishini yo'qlashda sizga ko'proq nimalar qiyinchilik qilmoqda hozir? Qiyinchilik tug'dirmoqda? Bilamizki, o'sha har bitta ishning ham o'ziga yarasha murakkabchiligi, qiyinchiligi bor. Qolaversa bu doktorlik dissertatsiyasi o'sha yoki bitiruv malakaviy ishidek yoki magistrlik dissertatsiyasidek bir anaqa kichkinroq narsa emas. Bu yerda o'sha jamiki bir o'sha insoniyatning bir ma'naviyatini, madaniyatini, ruhiyatini bir ochib berishga, ruhiyatni ochib berishga, ruhiyatiga ta'sir qilishga, mana shuni bir ko'rsatib berishga qaratilishi kerak bo'lgan narsa hisoblanadi. Bugungi kunda mana shu eng avvalo qiyinchiliklardan bittasi o'sha adabiyotimizdagi o'rganilmagan narsani ochib berish. Ya'ni boshqalar aytmagan narsani aytish. Mana shu bo'yicha yana o'sha qiyosiy tipografik tahlillar asosida olib berish yoki sintetik tahlillar asosida ochib berishga nisbatan o'zini murakkabliklarini ko'rsatib turibdi. Kelganda ta'lim sohasidan biroz uzoqlashib, endi sizning ish faoliyatingiz haqidagi savollarga o'tsak, innovatsiyalarning san'at va xoreografiya sohasidagi o'rnini qanday baholaysiz? Savolingiz uchun katta rahmat yana bir bor. Innovatsiyalarning san'at va xoreografiyadagi o'rni bu juda ham bir katta narsa, juda ham bir katta yangilik desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki mana shu Xorazm diyori sifatida qaraydigan bo'lsak, mana xoreografiya sohasi bo'yicha Xorazmda bir o'sha san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktorini yo'qlagan biror bir pedagogimiz yo'q. Mana bu yerda mana ilmiy ish qilinadigan bo'lsa, mana shu xoreografiya sohasi bo'yicha juda ham bir katta ishlar turibdi. Mana xoreografiyaning inson salomatligiga o'rni yoki o'sha ustozlarimiz aytadiki, o'sha pedagog ustozlarimiz, men bundan bir 20 yil oldin yonimga bir o'quvchim keldi. O'quvchim ko'zoynakda yurar edi. Raqsga, endi bilamizki, raqs maktablari o'sha 4-5-sinfdan boshlab olingan o'sha vaqtda. O'sha vaqtda o'sha 4-5-sinf o'quvchisi ko'zoynak bilan kelib, raqs orqali o'shani ko'zoynagini tashlaganligini, yoki ya'ni insonning ko'z ko'rish qobiliyatini o'sha raqsdagi harakatlar bir ma'lum miqdorda foydali tomonga o'zgartirganligini ko'rishimiz ham mumkin. Mana bu bo'yicha ham bir juda katta bir ilmiy ishlarni qilsak bo'ladi, loyihalarni amalga oshirsak bo'ladi. Xudo xolasa bular bo'yicha rejalarimiz bor. Xudo xolasa oldimizda keyingi yillarda bu bo'yicha ham bir alohida ma'lumot beramiz.
So'zingizdan ayonki, bugungi kunda viloyatda, ya'ni viloyat kesimida, Xorazm viloyati kesimida aynan xoreografiya sohasi bo'yicha hech qanday ilmiy ishlar olib borilmayapti va buning asosiy sababi nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Buning asosiy sababi birinchi o'rinda mana shu xoreografiya sohasi bo'yicha o'sha belgilangan magistratura mutaxassisligi ega bo'lgan pedagoglarimizning kamligi. Viloyatda mana magistratura mana bizada ham mana bu yil birinchi qaldirg'ochlarimiz chiqdi, lekin magistratura mutaxassisligi bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilmagan. Faqatgina Toshkent shahrida O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasini, ya'ni tayanch akademiyamizda magistratura mutaxassisligi bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Muhtaram yurtboshimizning, qolaversa hukumatimizning tegishli qaror farmonlari bilan respublikamizning ko'plab hududlarida o'sha boshlang'ich raqs san'at maktablari o'z faoliyatlarini boshlamoqda. Bu asta-sekinlik bilan bo'ladigan narsa, baribir mana keyingi yillarda o'zimizda ham mana shu magistratura mutaxassisligi bo'yicha kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, bu xoreografiya sohasi bo'yicha ham ilmiy ish qiladigan, o'sha san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini oladigan professor o'qituvchilarimiz yetishib chiqadi. Bugungi kunda ham o'sha filialning 10 dan ortiq professor o'qituvchilari respublikamizning turli oliy ta'lim muassasalarida, qolaversa o'sha O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasida o'sha mustaqil tadqiqotchi sifatida ro'yxatdan o'tgan, o'zlarining ilmiy ishlarini qilib bormoqdalar. Mana shu xoreografiya sohasida ham, raqs sohasida, ya'ni Xorazm raqs san'at sohasida ham bir ko'plab yangiliklarni ochib berish jarayonida turibdilar. Xudo xolasa ularni ham keyingi oldimizdagi yillarda o'z samarasini beradi. Kelajakda xoreografiya sohasini aynan Xorazm viloyati bo'yicha takomillashtirish maqsadida qanday innovatsion loyihalar amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda? Bu xoreografiya sohasini rivojlantirishda innovatsion loyihalarning o'rni ham juda beqiyos hisoblanadi. Kelajakda mana shu inson salomatligida xoreografiyaning o'rni, inklyuziv ta'limda xoreografiyaning ahamiyati mavzularida bir innovatsion loyihalarni ishlash rejalashtirilgan. Bularning natijasi ham umuman viloyatga, qolaversa o'sha respublika miqyosida xoreografiya sohasining rivojlanishiga bir turtki bo'ladi deb bemalol ayta olamiz. Qolaversa xoreografiyaning inson salomatligidagi ta'siri ham juda beqiyosligini oddiy xalqimizga ham isbotlab bera olamiz. Keling endi O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filialining faoliyati haqida ham biroz to'xtalib o'tsangiz. O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali xabaringiz bor, o'sha Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-yanvardagi 30 sonli qarori asosida tashkil etilgan hamda o'z faoliyatini bugungi kungacha olib bormoqda. Mana bugungi kunda ilk qaldirg'ochlarimizni, boya aytib ketdim, ilk qaldirg'ochlarimizni yetishtirib chiqardik. Bu yil 16 nafar bitiruvchimiz yetishib chiqdi. Bular mana shu 16 nafar bitiruvchimiz bugungi kunda mana barchasini bandligi ta'minlandi. Bu xoreografiyani sohasini o'qib qayerda ishlayman yoki xoreografiyani o'qigandan keyin ish yo'q deb qaraydigan bo'lsak, yo'q, unaqa emas. Mana bugungi kunda hatto o'sha xoreografiya sohasi bo'yicha kadrlar ham yetishmay turgan o'sha maktabgacha ta'lim muassasalari yoki o'sha musiqa va raqs maktablaridagi ma'lum miqdorda kadrlarga bo'lgan ehtiyojlar mavjud. Va filialda bugungi kunda nechta pedagog xodimlar ishlashadi? Bugungi kunda filialda umumiy 15 nafar professor o'qituvchilar faoliyat yuritadi. Bularning asosiy shtati 9 nafar hamda ichki o'rindosh 5 nafar, bitta tashqi o'rindosh hisoblanadi. Filialimizda ikkita professor o'qituvchilarimiz bor. Mana butun dunyoga mashhur, butun dunyo taniydigan o'sha Gavhar Matyaqubova, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, faxriy professor unvoni sohibasi filialda o'sha yoshlarga ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. Qolaversa, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Abibulla Sharipov, o'sha professorimiz, ular ham yoshlarga o'z ta'lim-tarbiyasini berib kelishmoqda. Bundan tashqari O'zbekiston Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, faxriy unvoni sohibasi Zibash Pirlipesova xuddi mana shunday tajribali ustozlardan o'sha ta'lim-tarbiya olib kelmoqdalar. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish uchun aynan xoreografiya akademiyasining o'zida qanday islohotlar amalga oshirilmoqda? Sohada ta'lim sifatini o'sha yuksaltirish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, o'qituvchilarning shaxsiy ish rejalari,
o'qituvchilar tarafidan o'sha ilmiy maqolalar yaratish, o'quv qo'llanmalar, darsliklar yaratish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bularning hammasi o'sha talabalarga o'sha o'z mutaxassisligi doirasida mukammal bilimga ega bo'lishi, o'zlari izlagan adabiyotlarni topib, o'sha izlagan ma'lumotni ola olishiga yordam berishiga o'ylaymanki, katta hissa qo'shadi. Va xoreografiya akademiyasiga kirish imtihonlari biroz boshqacharoq, ya'ni imtihonlar orasida ijodiy imtihon ham bor. Aynan kirish imtihonlari haqida ham biroz to'xtalib o'tsangiz. Xabaringiz bor, alohida iqtidor talab qiladigan soha hisoblangani uchun mana shu xoreografiya bu yerda unaqa o'sha ma'lum miqdorda bloklardan yoki test yoki o'sha asosiy bloklardan test degan narsasi yo'q. Bu yerda asosiy bloklari birinchi hamda ikkinchi fanlari, bularda ijodiy imtihon hisoblanadi. O'zlarini kirishni istagan abituriyentlar o'zlarini iqtidorlarini namoyon qilib beradi hamda og'zaki savol-javob usulidan foydalanadi, ya'ni mutaxassislik doirasida. Qolgani o'sha 3 ta fandan majburiy ona tili, matematika, tarix fanlaridan majburiy bloklardan test topshirish bilan saralanadi. Filialda qanday mutaxassislik yo'nalishlari bor? Bugungi kunda bitta xoreografiya jamoalari rahbari ta'lim yo'nalishi bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Rejalashtiryapmiz keyingi yillarda, xudo xolasa, bu ta'lim yo'nalishlarini ham kengaytirishni, unga qo'shimcha san'atshunoslik yo'nalishi bo'yicha ham kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yishni rejalashtirganmiz. Rejalar taxminan qachon amalga oshirilishi ko'zda tutilgan? Xudo xolasa, o'sha mana shu professor o'qituvchilarimizni, o'sha ilmiy ish qilayotgan o'qituvchilarimizni biz qanchalik bir tezroq yetishtirib chiqarsak, mana bu ilmiy salohiyatimiz, viloyatdagi o'sha kadrlarga bo'lgan ehtiyojimiz yetarli bo'lsa, keyingi yilda bemalol biz o'sha san'atshunoslik fanlari bo'yicha ham san'atshunoslik yo'nalishi bo'yicha kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yishimiz mumkin. Tushunarli. Va bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizga aynan xoreografiya va san'at yo'nalishiga qiziqishi bo'lgan teletomoshabinlarimizga tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat. Bu xoreografiya san'atiga qiziqishi bo'lgan yoshlarimizni 2026-2027 o'quv yili qabul jarayonida o'z hujjatlarini topshirib, o'z omadlarini sinab ko'rishlarini taklif qilaman. Rahmat katta, studiyamizga tashrifingiz uchun ham tashakkur. Rahmat. Va bugungi sizning so'zlaringiz, ilmiy ishlaringiz albatta yoshlarimiz uchun mustahkam ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi degan umiddaman. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, eksklyuziv suhbat ko'rsatuvining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ko'rsatuvimiz orqali o'zingizga qiziqarli ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz va siz uchun foydali ko'rsatuv tayyorlagan bo'lsak, biz bundan bag'oyatda mamnun bo'lgan bo'lamiz. Keyingi diydor qadar salomat bo'ling azizlar.